Do'stlik mahallasi yoshlar yetakchisi Safarboyev Yusufjonman. Bu yilgi bizni mahallamizda bu yil jami 18 nafar maktab bitiruvchilarimiz bo'lib, shulardan 14 nafari oliy ta'limga qabul qilindi. Oliy ta'lim bitiruvchilarimiz esa mahallamizda jami 28 nafarni tashkil qiladi. Bu 28 nafar oliy ta'lim bitiruvchilarimizdan 22 nafarni bandligini ta'minladik va qolgan bandligi ta'minlanmagan yoshlarimiz bo'yicha ishlarni tashkil qilganmiz. Bu yil 2025-2026 yilgi o'quv yilida jami 3 ta maktabimizdan 17 nafar bitiruvchilarimiz bo'lib, ularni ham oliy ta'lim qamrovi masalalari bo'yicha ishlarni tashkil qilganmiz. Men Beknazarov Farangiz 6-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Bugun tumanimiz hokimi Ibrohim Qarshiboyev bilan o'tkazilgan davra suhbati natijasida o'zimizga juda kerakli maslahatlarga ega bo'ldik. Tuman hokimimizning bizga bergan maslahatlari natijasida kelajakda oliy ta'limni bitirib kelgandan so'ng o'zimizga bemalol ish o'rinlariga ega bo'lishimizga bo'lgan ishonchimiz yanada ortdi.